Xo'p, manba oqamotlari tosh baliq, fugu bratni tutishgan amakkivachchalari bo'ladi. Fugu bilsanglar, dunyodagi eng opasniy baliq hisoblanadi. Jon qarini toycholar. Agar fuguni noto'g'ri tayyorlab qo'ysa, srazu otravlение, allergiya, tomoq bo'g'ilishlar o'lib qolishi ham mumkin odam. Bu ham juda opasli. Bu ham juda opasniy. Demak, buni to'g'ri tayyorlash kerak. Qozonimizga tashab 5 minutdan 10 minutgacha tayyorlaymiz. Xitoyliklar aytadi, to что вообще suvda yurgan har bitta jonzot Уже qaynagan. уже даже pishmagan paytida ham hech qanaqa zarar narsalari yo'q. Mana bundoq botirib, Bakteriyalarni o'ldirib, ha? Ha, bo'ldi. Srazu yevorsa nima bo'ladi? So'rab ko'ring-chi. 不足这件事怎么样？buni mumkin emas do'st. Lekin afsus, bu ma'lumotni men уже yevorganimdan keyin bildim. Shuning uchun agar mabodo keyingi reels 40 kundan keyin chiqsa, hayron bo'lmanglar.